Instagramda ham profillar bor ekan. Pul yig'olmayapsizlarmi degan video qanaqa bo'ldi? Bu xatoni qilmanglar. Ha. O'sha videolarni ko'rib. Dollarda saqlamanglar, pul bekorga yasitda turmasin degan kabi gaplarimni eshitib, haqiqatda hech pul yig'olmayapmiz. Bir joyi topilib qolyapti, qayerdir ishlatilib ketyapti deb, qo'yib qo'yaylik deb hozir mana Zangatadan kech bo'lishiga qaramasdan kelishib. Hozir qorong'ida ko'rinarmikan bu? Mana shu. Mana bu qoraz balandroq. Mana Arashanga o'xshaydigani. Biz Arashan demaymiz, chunki biz ota-onasini ikkalasi birgalikda mana 91 atrofida bo'ldi. 8 million 330 mingga baraka qildi. Bergan pulingizga rozimisiz? Rozi bo'lasizmi? Amin, amin. Ilohim Katta qo'chqorlar bo'lib ketdi. 4%, 5% qo'ysam katta gap. Menda ana ketish hisobiga shu odamlar bari ishonmaydi. O'zim boshdan o'tkazmaguncha ishonmayman. Shunaqa. Mana xudo xolisi Zangatalik usta bolalarni mashinasiga mana qo'ylar ortildi. Xudo xolisi. Qani? Vali yaxshi yetib olinglar, bolalar. Xo'p. Hali ham o'ylab o'tiribsizlar, qimmat deb. Ya, keseli tushuntiraman. Boqilgan qo'zilar bilan adashtirmanglar-da. Kiloga narxi bular o'shancha qimmat. Ular hali yo'l charchog'i ham chiqmaganda.